بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Bugün bizning şiratdagi üteshek harfimiz zey. O'zi bizning dersimizni boshlar oldindan niyatlarimizni tuzatamiz. Hem şuşu amalimizni Allah Subhanahu ve Taala bilan beylaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Endi hozir to'xtaga qarayk. Harfni o'rganish uchun bizga har vaqt kerak bo'la sızıq dedik. Çünki bizga harfning qayda o'rnashganini bilirga bek muhim. Zey harfi ol nek ra harfi kebek yoziladi. Bir narsasi bilan da ayırılmay. Zey harfi yozilishida ra harfinden tek onun üstünde mana bunda nuqtasigina bo'ladi. Onun ismi alfabetda tura turgan ismi onun zey. Zey. Qoy bir yerlerde siz onu Z deb de ko'rishga mumkinsiz. Z deb aytsangiz de durust bo'lar, Z deb aytsangiz de durust bo'lar. İkisi de durust onun isimlari. O bire turgan ovoz Z. Z ovozi. Z ovozi bizning totar tilida bor. Mana g'arab Z'si bizning totar Z'sidan bir narsasi bilan da ayrilmaydi. Zemzem, zeytun, zengar, mana nindi Z bilan biz söylashamiz. G'arab Z'si mana shu Z. U nishka harflardan sanaladi. Nishka harf. Endi söz başında onun yazılışını qaraymiz. Söz başında ol yazılı nek alifbada turgan kebek. Bir narsasiz bilan da ayırılmay. Sözning o'rtasında biz o'ng yoqdan yazılıp kelamiz de üstga minamiz, anlari tushib ketamiz osqaymi. Mana bunda qo'yamiz nuqtasin. Ham mana bu o'rni bilan ol o'zidan oldagi kelgan harfga tutashgan bo'lacak. Hem bu da ra harfi kebek, elif harfi kebek, g'urur harf. Bu da o'zidan ortda kela turgan harfga qo'lin bermay. Ortdan kela turgan harfga onun bir vaqtda tutashgan o'rni bo'lmayacak. Mana bunda harf bo'lmayacak. Hem söz ozag'ında da ol bizning söz o'rtasida tura turgan qiyofatda bo'lacak. Mana bu o'rni bilan ol tutasha o'zidan oldagi kelgan harfga, endi bunda söz ozag'i bo'lgach, bu endi o'zi so'nggi harf bo'la bitindi. Hozir qarab ketamiz harakalar bilan. Birinchi haraka bizning fatha. Fatha bizning aytdik nishka harflar bilan ovozini beradi. Zey nishka bo'lgach, u bunda fatha bilan bo'lacak. Z kesra zi damma zu z zi zu Mana z harfi bizning uchun bir nindi og'irlikda tug'dirmaydi. Chunki bu harf bilan biz söylashamiz, bu harfni yaxshi ayta bilamiz, bir nindi og'irlikda tug'dirmaydi. Endi 12 betinde, kitabımızın 12 betinde bunda zey harfine ko'nigular bor. Shularni o'qib ketik. Ez, iz, uz, zer, zir, zur, raz, riz, ruz, ez, ru. Bu bizning birinchi
ике иҗекле сүзебез. Әзру, 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 әзру. Изру, 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 изру. Узру, 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 узру. Урзу, 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 урзу. Biz инде сәкенебез белән ничек булганын карарга тиешбез. Сәкенле язабыз зәй. Зәй хәрефе сәкен белән. Һәм аны укып китәр өчен һәр вакыт нинди дә булса хәрәкәле хәреф кирәк дидек. Без алабыз үзебезнең белә торган әне. Һәм укыйбыз әз. 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 Зә, зи, зу, әз. Зә, зи, зу, әз. Зә, зи, зу, әз. Шуның белән бүгенге дәресебез безнең тәмам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.